Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham mazasi og'zingizda qoladigan yegulik tayyorlaymiz. Sutni isitishga qo'yib, idishga tuz, shakar solamiz hamda issiqqina sutni solib, ozgina un solib, to'rtov dro'jjalardan o'lchab olamiz. Dro'jjani aralashtirib, ustiga oppoqqina unni qolganini elab, avval lopatkada, keyin bo'lsa qo'limizda yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Orada o'simlik yog'i solsak, xamir juda ham yumshoq chiqadi. Yumshoq xamirni ustini yopib 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Ungacha qiyma tayyorlaymiz. Tovaga piyozni qovurib, ustiga qiyma solamiz. Yaxshilab qovurib, tuz hamda ziravorlar sepamiz xohishga qarab. Ustiga pomidor hamda bolgarskiylarni solamiz. Yana ozgina tuz solib, qiymani sovutishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni olib, teng bo'laklarga bo'lib zuvolacha yasab olamiz. Bu orada zaytun donalarini kesib tayyorlab olamiz. Zuvolachalarni hammasini chiroyli dumaloq yoyib, ustiga kalyaqdan pitsa uchun qirg'ichdan chiqarilgan tayyor sirni qo'yamiz. Ustiga sovitilgan qiyma va zaytun donalarini qo'yib, 4 burchak shaklda chiroyli qilib tugib olamiz. Hammasini bir tekis tugib, listga qo'yib, qo'limiz bilan ozgina yoyib, ustiga kalyaqdan mazali ketchuplarni yaxshilab surib chiqamiz va duxovkaga jo'natamiz. Pishishiga 10 minut qolganida qirg'ichdan chiqarilgan pishloq, ozgina bolgarskiy hamda zaytun donalarini terib, yana 10 minut duxovkada qizartirib olamiz. Juda ham yumshoq, mazali, ichlari sochli bo'lib chiqadigan yeguligimiz tayyor. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.